Navbatdagi texnikamiz 2025-yil yana hammamizga mashhur, hamma talab qiladigan va Markaziy Osiyo suyadigan o'sha Hyundai kompaniyasini 65 modeldagi 2025-yil atiga 1500 soat ishlagan texnikamiz. Ko'rib turibsizlar, kichkintoy. Xudo xolasa, sostenasi juda ham zo'r holatda, qarab inilgan texnika. Ishlab chiqarganiga hali 1 yil to'lmagan. Juda ham zo'r qarab inilgan texnika, inshaalloh. Bir qator tekshirib ko'rdik. Videolarini ijtimoiy tarmoqqa joylaymiz, suratlarini joylaymiz. Xudo xolasa, ushbu texnikamiz sotuvga olingan. Azizlar, doimiy aytadigan so'zimiz, ya'ni kommentariya qoldirasizlar. Ma'lumotlarni qayerdan olamiz? O'rtoqlar, Arti Holdings deb ijtimoiy tarmoqdan qidirsanglar, asosan Instagram, Telegram bilan WhatsAppga suratlarni yetkazish sip narxlari bilan qo'yib boramiz va tanlaysizlar, kelishib sizlarga yetkazib beramiz. Logistikamiz o'zimizni Arti logistik kompaniyamiz bor. Inshaalloh o'sha logistik kompaniyamiz orqali sizlarga har bitta jarayonini dokumentatsiyasidan tortib, ko'rishi, manaqa tekshirish jarayonidan tortib, yetkazib berish jarayonigacha har bittasini tekshirib, yetkazib beramiz chiroyli qilib, xudo xolasa. Xullas, kanalga o'tinglar, Telegram, WhatsAppga, hozirgi kunda TikTok bilan Instagramga ham variantlarimizni qo'yib boryapmiz. Bemalol aloqa chiqishlar mumkin. Endi bo'lsa, texnika bilan tanishtirishda davom etaman. Nomerlarimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib boriladi. Aloqa chiqarasiz. Xo'p, ushbu texnikamiz ko'rib turibsizlar. Mana Hyundai kompaniyasini o'zini oxirgi vaqtda ishlab chiqarishni boshlagan. Bu ham endi OEM, ya'ni samiz ishlab chiqariladigan qisqichlardan hisoblanadi. O'zini qisqichi qo'yilgan. Qo'shi mana yangi holatda ko'rib turibsizlar. Sostenasi zo'r, qo'shi adapter, oddiy adapter. Bu yoqda mana alohida liniyalar tortilgan. Bunga bo'yni yugurishingiz mumkin. 360 o'zi oldin bunda 360 adapter bo'lgan, uni egasi yechib oldi. Xolasangiz 360 adapter olib kelib ulatsangiz ham bo'ladi. Agar kerak bo'lsa 360 adapter olib beramiz, ulab beramiz talablarga binoan. Hech qanaqa svarkalari yo'q texnikamizda. Bir chekkadan tekshiramiz jarayonlarni. Quyoshda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin xohlasa texnika tilaylarsa yaxshi holatda turibdi. Hop, balonlari o'rtacha bemalol sezondan chiqsa bo'ladi. Xohlasangiz almashtirib berish mumkin. Yog'ini birozdan yetkazib ishlatsa ham bo'ladi. Almashtirib desanglar, almashtirib berishingiz mumkin. Ko'ramiz, balki o'zimiz olib borib ham qo'yishingiz mumkin. Xullas, kanalga joylaymiz. Kimga kim agar menga texnika olib kelsa, Primoy Koreyadan to'g'ridan-to'g'ri o'ziga nomiga zakaz orqali yetkazib berishingiz mumkin. Bo'lmasa sotuv orqali chiqarib olamiz. Salon qismi. Salonga ozgina hindisi kerak. Tashqari issiq, ichkari jannat bo'layotibdi. Konditsioner zo'r ishlayapti. Soatda 1500 soat ishlagan. Orqa kameralari yaxshi. Salon qismi ham chiroyli turibdi, inshaalloh. Endi ishlab turibdi. Bir yarim soat ishlagan texnikani qanday tasavvur qilasiz? Yangi texnikalar qanaqa bo'lsa, bu texnika undan qolishi.
Xo'p, orqa toshi zavoddan primoy 360 adapter qo'yilganligini hisobiga orqa balans tosh o'zida chiqarishni boshlagan. Bilasizlar, oxirgi 2 kunlik yog'di. Bunda ham, Dusana ham, Volvo ham balans toshini ozgincha orqa toshini balansga moslashtirib yengilroq chiqarishni boshlagan. Xudo xolisa bemalol 360 qo'yib ishlatsa bo'ladi. Yana nimalarni ko'rsatsam bo'ladi sizga. Qismlari ham inshaalloh yaxshi ekan. Hozirman yoqib joylarda ko'rsatishlar. Xudo xolisa texnikamiz a'lo holatda. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Arctic Holdings kompaniyasi hamisha Janubiy Koreyadan sifatli texnikalarni Markaziy Osiyo davlatlariga yuborishdan to'xtamaydi. Bundan tashqari arab davlatlariga ham eksportlar bor. Xudo xolisa bu yoqda Vyetnamga ham inshaalloh eksportimiz bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aloqa chiqinglar. Biz bo'lsa texnikani dokument ishlarini boshlaymiz. Kim olsa ham inshaalloh egasiga nasib etsin.